Akromning sarguzashtlari. Pirimqul Qodirov. Hikoyalardan iborat qissa. Sanjar akaning sinovi. 2-bob. Akrom dadasining kimyogar olim ekanini biladi, lekin uning nima ish qilishini hali tushunmaydi. Dadasidan so'rasa, Sanjar aka kulib, "Shoshma, bir kun laboratoriyaga olib boraman, ko'rasan", deydi. Sanjar aka ishdan kech qaytadi. Akromni bog'chadan ko'pincha o'zi muhabbat topa oladi. Faqat yoz kunlarining birida kechqurun bog'chaga Sanjar akaning o'zi kelib qoldi. "Oyingning maktabida bugun majlis bor ekan", dedi. "Men ishimni chala tashlab keldim. Tezroq keyin", dedi. "Mashinangizda keldingizmi?" "Ha, tez bo'l." Akrom hozir dadasining mashinasiga o'tirishini o'yladi-da, quvonib apil-tapil kiyindi. Bog'chaning panjarali darvozasi oldida Sanjar akaning qizil Moskvich mashinasi turgan edi. Sanjar aka orqa eshikni ochdi. "Dada, oldiga o'tiray", deb iltimos qildi Akrom. "Agar to'satdan tormoz bersam, oldingi oynaga boshing bilan yomon urilasan." "Urilmayman, dadajon, qo'limni tirab o'tiraman. Xo'pmi?" "Ha, xo'p", deb Sanjar aka o'g'liga oldingi eshikni ochib berdi. Sanjar aka mashinasini sershovqin, serharakat ko'chalardan haydab o'tdi. Keyin derazalari ochiq turgan 4 qavatli kulrang binoning oldidagi o'ngga burildi-da, uning hovlisiga kirib to'xtadi. Kun kech bo'lgan, hovlini 4 qavatli binoning soyasi qoplab olgan edi. Sanjar aka o'g'liga qarab, "Mening yana yarim soatlik ishim qolgan", dedi. "Mashinada o'tirib turasanmi?" "Dada, men ham birga boray." "Borib nima qilasan? Ishimni ko'rasan degan edingiz-ku." Sanjar aka Akromning "r"ni har yaxshi aytadigan bo'lib qolganini endi sezdi. Aytmoqchi, "r"ni o'rgatsan-ku. Qani "r" deguncha? "re". Bog'chadagi murabbiyamiz o'rgatdilar. "re". "Ha, durust. Bo'pti, tusha qol. Laboratoriyani ko'rsaman." Sanjar aka mashinasining eshiklarini qulfladi. Keyin Akrom bilan 3-qavatdagi katta bir xonaga chiqdi. Xonada doktorlarga o'xshab oq xalat kiygan bir yigit kichkina mitti tarozda alla narsani tortayotgan edi. Ish vaqti allaqachon tugagan. Boshqa kimyogarlar ketib bo'lishgan edi. Sanjar aka o'g'lini ochiq deraza oldida turgan stulga o'tqazdi. O'zi shkafdan oq xalatini olib kiydi. Xonaning ichida uzun cho'q, yumaloq va boshqa turli shakldagi shishalar, g'alati mashinaga o'xshash narsalar bor edi. Vishillab gaz yonib turibdi. Shishalarning ichida qandaydir suyuqliklar qaynaydi, ko'piradi. Uzunchoq bir shisha idish chirpirak bo'lib aylanyapti. Tepadan huvillagan ovoz keladi. Akrom boshini ko'tarib qaradi. Devor teshigiga havoni tozalab beradigan ventilyator o'rnatilgan edi. Uning yaltiroq temir parraklari tinimsiz aylanib turibdi. Shunday bo'lsa ham xonada achqimtir bir tutun suzib yuradi. O'tkir hidlar anqiydi. "Dada, bu nimaning hidi?" so'radi Akrom. "Bilmadim, men o'rganib ketganman. Dimog'im bu yerdagi hidlarni sezmaydi." Sanjar aka qo'lidagi qog'oz qalam olib, qaynab turgan suyuqliklarning oldiga keldi. Shu payt eshikdan oq xalat kiygan, sochlari oqargan, past bo'yli bir kishi qo'lini orqasiga qilib kirib keldi. Akrom bu keksa odamni avval ham ko'rgan edi. Bu kishi uylariga mehmon bo'lib kelganda Sanjar aka "Meni olim qilgan akademik" deb aytgan edi. Akrom akademik degan so'zning ma'nosiga yaxshi tushunmasa ham, otasi bu keksa odamdan ko'p narsa o'rganganini sezgan edi. Shuning uchun o'rnidan sakrab turib, keksa akademikka "Assalom", dedi. "Salom o'g'lim. Dadangiz sizni ham bu yerga olib keldilarmi? Otingiz nima edi?" "Akrom." "Ha, Akromjon. Ammo bu yerga yaxshi paytda keldingsiz. Men dadangizni tabriklash uchun kirgan edim. Sanjar Suyunovich, siz topgan yangi gerbitsid hamma sinovlardan yaxshi o'tdi. Katta mukofot olgan bo'ldingiz." "Rahmat ustoz, bu hammasi sizning yordamingiz bilan." Keksa olim Sanjar akaning qo'lidan olib, uning yuziga tikildi. "Lekin endi durustroq dam oling. Yoshingiz hali 40 ga borgani yo'q-ku, sochingizda oq ko'payib ketibdi. O'zingizni ayamaysiz. Mana hozir hamma ishdan ketgan. Siz hamon shu yerdasiz. Sovuqni ham o'ylash kerak. Yo'llanma bor ekan. Qora dengiz bo'ylariga boring." Akrom dadasiga "Meni ham olib borasiz", demoqchi bo'lib qaradi. Lekin Sanjar akaning xayoli ustozida edi. "To'g'ri, yo'llanma bo'lsa albatta boramiz."
Sanjar aka ustozini eshikgacha kuzatib qo'ydi. Keyin ko'p o'tmay ishini bitirdi-da, Akromni ergashtirib, mashinasining oldiga tushdi. Ustozining tabrigidan Sanjar aka juda xursand bo'lgan edi. Mashinani o't oldirayotib, o'g'ildan so'radi. "Eshitdingmi Akrom? Biz topgan gerbitsid uchun mukofot oladigan bo'libmiz." Akrom gerbitsid deyishga tili kelishmaydi. "Trubasi nima? Mashinami?" Sanjar aka kulib yubordi. Afandi, trubasi emas, gerbitsid. Yovvoyi o'tlarni o'ldiradigan dori. Odamlar kunning issig'ida o'toq qilib yurmaydi. Biz topgan dorini sepsa, yovvoyi o'tlar o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Bilasanmi, bu davlatga qancha daromad beradi? Bir necha 100 ming so'm. Endi 20 gacha sanashni o'rgangan Akrom 100 ming qancha bo'lishini bilmas edi. 100 mingga nechta o'yinchoq mashina keladi? Deb so'radi dadasidan. Juda ko'p. Hamma magazinlardagi o'yinchoq mashinalarni olish mumkin. Akrom birdan xursand bo'lib ketdi. "Dadajon, bo'lmasa magazinga boraylik. Menga yangi o'yinchoqlar mashinalardan olib bering." "Obbo seni, darrov gapni bu yoqqa burding-a? O'zingizdan olib beraman degan edingiz-ku." Sanjar aka soatiga qaradi. Hali 7 bo'lgani yo'q. Demak, magazin ochiq. "Ha, mayli, yur, bugun seni ham bir xursand qilay." Sanjar aka mashinasini bolalar dunyosining oldiga to'xtatdi. Ota-bola o'yinchoq mashinalar sotiladigan joyga kirishdi. Sanjar akaning saxiyligi tutib, Akromga bitta ko'k tank, bitta o'zi yurar yashil zambarak, bitta sariq yengil mashina, yana bitta qora yuk mashinasi olib berdi. Akrom buning hammasini quchoqlab magazindan chiqayotganda boshqa bir antiqa o'yinchoqni ko'rib qoldi. Uning nazarida hozir dadasi u ustaga hamma narsani olib beradiganga o'xshar edi. "Dada, shuni ham olib bering." "Yo'q, endi bas." "Dadajon," deb erkalandi Akrom. "Sen sahangni karnay qilma, Akrom. Avval mana bu mashinalarni o'ynab tur, keyin bir kun payti kelganda unisini ham olamiz. Boshqa kun olib berasizmi?" "Ha, ko'ramiz. Agar yaxshi bola bo'lsang, sendan hech narsani ayamayman." Akrom hozir yaxshi bola bo'lishni juda istar edi. U dadasidan qanchalik xursand bo'lib borayotganini aytgisi kelardi. Uyga kelganda mashinalarni onasiga ko'rsatdi-da, "Men katta bo'lsam," dedi, "dadamga o'xshagan kimyogar bo'laman." Maktabda o'qituvchilik qiladigan Muhabbat opa, "Kimyogar emas, kimyogar," deb uning xatosini to'g'riladi. Buvisi Sobira xola Akromning chuchuk tilidan zavqlanib, "Kimyogar bo'ladigan nevaramdan o'rgilay," dedi. "Buning joni bizga tekin qolgan. Akromjon tegirmondan butun chiqqan. Shunday bahaybat mashinaning tagidan sog' chiqish osonmi?" O'sha qo'rqinchli voqeadan keyin Sobira xola nevarasini juda ko'p suyib erkaladi. Yong'oqmi, shokoladmi, nima topsa Akromga beradi. Akrom oyisiga "Topib bering, o'yinchoq bering," deb qolsa, buvisi darrov Akromga yon bosadi. "Oberi qol, bolam. Aya, axir Akromning o'yinchog'i juda ko'p. Hammasi har yoqda sochilib yotibdi. Biror kun o'ynamasa ichini kavlab buzadi. Mana kechagina dadasi olib bergan zambarakni ham sindiribdi. O'zi sinib qoldi," dedi Akrom. "Ehtiyot qilsang sinmas edi. Sen tartib nimaligini bilmaysan. Qara, tanking ham oyoq ostida yotibdi. Birov ko'rmasdan bosib olsa, bu ham sinadi." Buvisi yo'lakda yotgan o'yinchoqlarni yig'ishtira boshladi. Buni Sanjar aka ko'rdi-yu, "Ona qo'ying, o'zi yig'ishtirsin," dedi. Bolam, Akrom hali kichkina, katta bo'lsa yig'ishtirar." "Yo'q, tartib intizomga hozirdan o'rgansin. Qani, Akrom, ol, o'yinchoqlaringni yig'ishtir." Akrom istar-istamas engashib, yo'lakda yotgan mashina bilan tankni oldi. Lekin yo'lakning narigi chetida uning ikki poy shippagi ikki tomonga qarab chappa bo'lib yotibdi. Bog'chadan kiyib kelgan oq qalpoqchasi poyandoz ustida, oyoq ostida qolib ketgan. Bu narsalarni buvisi yig'ishtirdi. Akrom esa 1-2 soat o'tar-o'tmas dadasi bergan tanbehni unutdi-yu, "Dada, zanjirli velosiped olib bering," dedi. "Olib bersangiz narsalarimni doim yig'ishtirib yuraman." Sen hali bunaqa shart qo'yishni ham o'rgandingmi? Olib bering deyaverish o'zi juda xunuk odat. Endi bu odatni tashlamaguningcha senga hech narsa olib bermayman." Akrom boshini quyi soldi. Burnining usti terlab, lablari pir-pir uchdi. Shavkat velosipedini Akromga ko'rsatib, "Rosa maqtandi-da," dedi Sobira xola. "O'zim eshitdim. Senda bunaqasi yo'q. Dadang senga olib bermaydi," deb Akromni rosa kuydirdi. Akrom u kun dadasi olib bergan o'yinchoq mashinalarni Shavkatga ko'rsatib maqtangan edi.
dedi Muhabbat opa. Unga yangi bir narsa olib bersangiz, qo'shni bolalarga ko'rsatib, senda bunaqasi yo'q deb ko'z-ko'z qilishga o'rganibdi. Tantiqlikdan chiqqan maqtanchoqlik bu, dedi Sanjar aka o'g'lidan qattiq ranjib. Men maqtanchoq bolani yomon ko'raman. Akrom dadasining bu gapi, maqtanchoq bo'lsang, seni ham yomon ko'raman degandek eshitildi. Akromning ko'zlari birdan yoshlandi. U buvisining yelkasiga yuzini yashirdi. Sobira xola uni bag'riga bosib, boshini silagan edi. Akrom birdan hiq deb qilib yig'lab yubordi. Hay dedi jonisi, dedi Sobira xola. Akrom bilmay shunday qilgan. Men ham buni ko'p erkalatib, xiyol tantiq qilib qo'yganga o'xshayman. Endi biz bunday qilmaymiz. Akrom, jon qilmaymizmi? Qani yig'ini bas qilib dadangga aytgin. Akrom ko'zlarini mushti bilan artdi. Yig'idan to'xtadi, lekin o'pkasini tezda bosa olmadi. Tili gapga kelmadi. Sobira xola uning xayolini boshqa yoqqa burishga tirishdi. Muhabbat, qora dengizga dam olgani boradigan bo'ldilaringmi? Ha. Qachon jo'namoqchisizlar? Yanagi hafta jo'naymiz. Akromjonni ham olib ketasizlarmi? Muhabbat opa Sanjar akaga qaradi. Sanjar aka o'ychanlik bilan gapirdi. Hayronman, Akrom qayerga borsa, nuqul olib bering degan odat chiqaribdi. Bu bilan birorta magazinning oldidan tinch o'tib bo'lmaydi. Uyda narsalarni yig'ishtirmaydi. Tartibi yo'q. Qora dengizga birga olib ketsak, yana qo'shni bolalarga maqtansa, hech kim bormagan joyga bordim deb tantiqlansa, Akrom bo'g'tosh bilan endi maqtanmayman dedi. Akromni birga olib boringlar, bolam, deb Sobira xola yana nevarasiga yon bosdi. Agar birga olib borsalaring, hamma narsalarni yig'ishtirib yuradigan bo'ladi. Maqtanishni ham bas qiladi. Ana shunday shart qo'yamiz. Bo'ptimi? Yo'q, oyi, men bunaqa shart qo'yishlarga qarshiman, dedi Sanjar aka. Sen unday yaxshi ish qilsang, senga bunday yaxshi qilaman deyish savdoga o'xshab ketadi. Biz bilan Akromga bunday savdo hech yarashmaydi. Bo'lmasa Akrom qandoq qilsin? Bizga nima qilig'i yoqmaganini aytdik. Akrom hamma gapingizni tushundingmi? Tushungan bo'lsang, buyog'ini o'zing bilasan. Hali jo'nashimizga bir hafta bor. O'shangacha yana o'ylab ko'ramiz. Ana eshitdingmi? Dedi buvisi Akromga. Endi esingni yig'. Bugungi gaplarni unutma. Akrom uchun narsalarni yig'ishtirib yurish shu vaqtgacha hech keraksiz bir ishdek ko'rinar edi. Ko'pincha bu esdan chiqib ketar edi. Endi u sochilib yotgan o'yinchoqlarni ko'rsa, darhol otasining achchiq tanbehini eslaydi. Buvisi unga o'yinchoqlaringni solib yur deb bitta eski chamadonchani berdi. Akrom endi uyda o'ynamoqchi bo'lsa, shu chamadonchani tokchadan olib ochadi. O'ynab bo'lgandan keyin esa mashinalar u buzuq soatlar, temir soldatlar u hammasi yana qaytib chamadonchaga kiradi. Keyin Akrom uni tokchadagi joyga eltib qo'yadi. Lekin ba'zan televizorga alahsib kiyimlarni yig'ishtirish esidan chiqadi. Akromning paypoqlari, ko'ylagi, sharfi har qayerda betartib yotganini Sanjar aka ko'rib qoladi. Shunda u Akromga "Yanami?" degandek bir qarab qo'ysa bas. Akrom darrov o'sha kungi gaplarni eslaydi-yu, sakrab turib kiyimlarni joy-joyiga qo'yadi. Buvisi buni ko'rib, Akromni Muhabbat opaga maqtaydi. Qara, Akromning juda farosatli bola-da. Ha, ancha tartibli bo'lib qoldi. Akrom bunday maqtovni eshitgan paytlarda darhol oyisiga erkalik qila boshlaydi. Oyi, G'ayratga dadasi bateriya bilan yuradigan chiroyli buldozer olib beribdi. Ha, dadang ham senga yana buldozer olib bersin. Dadam emas, siz. Men? Demak, yana olib beringni boshlamoqchimisan? Akrom Qora dengizga bora olmay qolishi mumkinligini sezadi-da, "Yo'q" deb bosh chayqadi. Ertasi kuni Muhabbat opa chamadonlarga narsalarni joylab, safar tayyorgarligini ko'ra boshladi. Lekin dadasi bilan oyisi Akromni ham olib ketishadimi, yo'qmi? Uni o'g'illariga ochiq aytishmas edi. Akrom oyisidan so'rasa, "Dadang biladi", derdi. Dadasidan so'rashga Akrom tortinardi. Lekin erta-yu kech dadasiga ko'zlari mo'ltillab qarab qo'yardi. Jo'nashlariga bir kun qolganda Sanjar aka ko'chadan kulimsirab kirib keldi-yu, cho'ntagidan 3 ta bilet oldi. Televizor ko'rib o'tirgan Akromga qizil rangli bolalar biletini ko'rsatib, "Mana bunisi seniki", dedi. "Ertaga biz bilan samolyotda uchasan. Qora dengizgami?" ko'zlari yaltirab so'radi Akrom. "Ha, tayyorgarligingni ko'raver." "Ura, men ham dengizga boraman. Ura, ura!" deb Akrom quvongandan avval oyisini quchoqladi. Keyin o'zini dadasining quchog'iga otdi.
U kinolardagina ko'rgan dengizni endi o'z ko'zi bilan ko'radi. Unda cho'miladi. Akrom bu quvonchini hammaga aytgisi kelardi. Bir vaqt u ko'chaga chopib chiqdi. Asfalt yo'lkada Shavkat ikki g'ildirakli velosipedini minib, o'g'rog'ini jiringlatib yuribdi. Akrom unga qarab yugurdi. "Seni velosipeding nima? Men ertaga samolyotda uchaman. Qora dengizda cho'milaman" demoqchi bo'ldi. Lekin Shavkatga yaqin borganda orqasidan kimdir qarab turganini sezdi. Akrom o'girilib qarasa, ko'cha eshigi oldida dadasi turibdi. Birdan dadasining "Men maqtanchoq bolani yomon ko'raman" degani esiga tushdi. U Shavkatga hech nima demadi-yu, nari yoqda ko'ptok o'ynab yurgan bolalarning oldiga o'tib ketdi.